Qarang, men bu zalimni 3 ta lampochkasi, narigi zalimni 2 ta lampochkasi, keyin men bir rozetkam yaxshi ishlamaydi-da. Keyin anu avtomat kir mashinamni motori buzilib qolgan. Aslida o'shaning uchun chaqirgandim sizni. Ya, senim men o'zi Etasetdan abonentskiga pul olish uchun keldim-ku. Men endi siz uchun ko'rib beraman seni. Qarang, narigi rozetkani ko'rsataymi? Yuring. Ana o'shani ham tuzatishga. Yo, eringiz bo'lsa nima qilsin, nima qiling? Men pul olishga keldim-ku seni. Men shu qilganim yo'q. O'ldiradi. Ya nega o'ldiradi? Men shu qilganim yo'q sizga. Yashashga umidingiz bormi? Bor senim. Xotiningiz bormi? Ha, bor. Bolangiz bormi? Bor. Unda yashiring. Qayoqqa yashinaman? Men shu qilganim yo'q. Yashirasiz. Majbur. Yashiring. Hey, men shu qilganim yo'q. Odamni buncha kuttirmaydilar-ku. Kelib qoldingizmi? Ha, qayoqda? Narigi xonada. Ukam, men Etasetdan kelganman. Mana qog'ozlar. Abonentskidan qarzi bor ekan xotiningdan. O'shanga chaqiruvdi. Ana, betim buzildi deb o'zi suykalishni boshladi. Menda ayb yo'q. Lekin bola chaqam bor. Sharmandaman, iltimosimga shon. Qo'yvor. Jonimga. Aka, mana madakalardan kelgan santexnikman. Chetroq o'tib kirib olay. Nima? Xudoga shukr. Erinmas ekan. O'tizni torting. Bas. Yaxshimidi? Mana qarang aka. Bu elektrosetdan ekansiz, endi nima qilamiz? Siz nima qilishingizni bilmadim-ku. Shu yerdan inson omon chiqib ketsam, abonentskiga qarzini ham o'zim to'lab, kelmayman bu uyga. Ha, Sizchi? ha, mana. Endi men ishimga sadoqatliman aka. Orqa turbasi bitgan ekan, shuni tozalab keyin ketaman. Ungacha eri ham ketib qolar.